Borasanmi yo'qmi? Har safar shunaqa qilyapsan. O'rtoq, ertalab ishxonada voqlik bo'lishim kerak. Xo'jayinim ish buyurib qo'ydilar. Gruppada boraman-ku, sariq hisobini olib o'tiribmiz biz. Xabarim yo'q edi, kelib qolishlaridan. Ovqat kim qiladi ovqat? Bir safar amallar qilib turlaring. To'xta, menga qara, ertaga voqlik ishxonangga borgan haykal qo'yib qo'ygan bo'lasan. Ammo ketdigi yo'q. odam emas ekan. Obutaka, bochkadaman dachada. O'rtog'im ham ketib qoldi. Bir o'zim zerikibman. Qarang, qanaqa dahshat. Jonim, qarang, sal uzoqroq ekanda. Borguncha kech bo'lib ketadi. Mayli, просто bir o'zim yotgim kelmadi-da. Ertalab ishga bormaganimda o'zim bilardim. Jonim, men bochkaga keldim. Dacha qayerda o'tding? Lakas tashivor. Lakasa tashamayman, o'rtog'im kelib qoldi. Voy, o'rtoq! O'rtoq, uyda o'tira olmadim. Salla ovqatsiz qolib ketmalaring dedim-da. Uchib keldim Toshkentdan. Yo'q, Nargiz oldi kelman dizmi bodo? Qaysi Nargiz? Nargiz qayerda taniysan? Mana. Suniydan og'ayni. O'rtog'im mana. Ertalab ishga borishingiz kerak edi. Voqlik turishingiz kerak edi. Xo'jayiningiz ishni buyurib tashagan edi-yu. O'rtoq, to'g'ri tushuntirdim. Salla ovqatsiz qolib ketmalaring dedim-da. Qayerdan olsanlar? Olib bormani ham. Bo'ldi, bizga O'rtoq, Nargiz deb o'ylab tashagan rasmlarim udalit qilib tashay qo'ying, hech kim ko'rmasin. Mana. Bolalar gruppaga video rasm tashladim, qaravorlaring.